Xo'pmi? Tezroq. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring, ixtiroingizni Assalomu tanishtiring. alaykum. Mani ismim Ravshan. Shu soha bo'yicha xudo xolisa 3 yildan beri ishlaymiz. Bu robot arim bo'ladi. Biz buni 1 oy davomida yasadik va buni vazifasi shu og'ir yuklarni biror bir joydan ko'chirib boshqa qismga o'tkazish. Ishlab ko'rsatasiz. Kodlarda ozgina kamchiliklari bor, shu gradiuslari bo'yicha, imенно gradiuslarda. Xudo xolisa u ham to'g'rilasak, yana kattaroq maketlar emas, shu bo'lmasa keladi. Yukni ko'tarib tushirib Ha. qo'yish Qancha uchun. masofagacha mo'ljallanadi? Masofasi 40 sm, 30 sm atrofida. Yana qo'shimcha detallari bor. Detallarni qo'shganda yana sal o'zaro masofagacha ishlab bera oladi. Bu-chi bu yonidagi. Bu RoboSumo yoki RoboFutbolga mo'ljallangan maket hisoblanadi. Arduino'si, driver va 4 DC motori. Ha, tushunarli. Rahmat, salomat bo'ling. Omad.